Bu o'zimni iPhone 16 Pro Max'im. Yo'nqisi esa 92 bo'ldi. Ya'ni 454 marta zaryadga qo'yganman. 1 yilda 91 yoki 92 yo'nqis bo'ladigan bo'lsa yoki 90 yo'nqis bo'ladigan bo'lsa, bu normal holat. Ya'ni 1 yilda 90 yo'nqis normal holat, 2 yilda 80 yo'nqis bu ham normal holat. Har 50 marta zaryadga qo'yganingizda, ya'ni har 50 sikl bo'lganda 1% yo'nqis tushishi bu normal holat. Ya'ni bu 2 oyda 1% tushishi bu normal holatga kiradi. Bosib ishlataman, kamerasidan maksimal darajada foydalanaman. Zaryadkasi 1% qolganda ham, 2% qolganda ham kontentlar olib tashladim, zaryadga qo'yib ham ishlataman. Umuman ayamasdan ishlataman. Bir xil paytda o'zim yoqib ketib qolsa, telefonni chexolsiz ham ishlataman. Bir xil paytda chexol bilan ham ishlataman. Bu yil men iPhone 17 Pro Max sotib olmayman. 16 Pro Max'imni yana 1 yil ishlataman. Undan ko'ra MacBook'imni upgrade qilganim menga yaxshiroq bo'lyapti. Chunki 16 Pro Max'ni sotib olib turib 17 Pro Max'ga o'tadigan bo'lsam, katta farqi yo'q. Agar sizning qo'lingizda 15 Pro Max yoki 16 Pro Max bo'ladigan bo'lsa, 17 Pro Max'ga o'tishinglarni maslahat bermayman. Do'stona maslahat beraman. Pul sizniki, xohlagan ishingizni qilsangiz bo'ladi, lekin bir hafta tutasiz 17 Pro Max'ni, boshida sizga qiziq bo'ladi, keyin yog'iga qiziq bo'lmaydi. Xudo xohlasa iPhone 18 chiqqanda, ana o'shandan keyin sotib olamiz. Lekin 18 chiqquncha mana shu 16 Pro Max'ni yana suvini chiqazib, siqib ishlataman.